Assalomu alaykum aziz talabalar, hurmatli tinglovchilar. Navbatdagi mavzumiz sonli qatorlar. Qatorning yaqinlashishi, zaruriy shartlari, yetarli shartlari, qatorning yaqinlashishining alomatlari, demak absolyut va shartli yaqinlashish haqida to'xtalib o'tamiz. Mavzumizning demak rejalari, ta'rifga to'xtalib o'tamiz. Demak, berilgan mana quyidagi ketma-ketlik, sonli ketma-ketlik, cheksiz sonli ketma-ketligi berilgan bo'lsin. Ushbu demak yig'indi cheksiz sonlar ketma-ketligining yig'indisi yoki qisqacha qilib mana bu yig'indi ko'rinishida yozishimiz mumkin. Mana shu bir formula bilan belgilaylik. Shu ifoda demak sonli qator deyiladi. Demak, mana shu yig'indi sonli qator deyiladi. Xususiy holda biz arifmetik progressiya, geometrik progressiyalarni ko'rganmiz maktab dasturlarida. O'sha yig'indi demak n tahadining bu yerda cheksizda ketyapti. Demak, mana shu yig'indi sonli qator deyilar ekan. Mos ravishda bu birinchi, ikkinchi, uchinchi va hokazo n'inchi hadlari demak berilgan sonli ketma-ketlikning hadlari deyiladi. Demak, birinchi qatorning n-ta chekli hadlarning yig'indisi demak quyidagi ifoda bilan yoziladi. N-tasining chekli hadi. Xususiy holda S1 deganda biz A1 ni, S2 deganda demak birinchi ikkita, Sn deganda birinchi n-ta hadining yig'indisini tushunar ekanmiz. Xo'p, agar yig'indi mana bu Sn n cheksizga intilgandagi limit yig'indi S deb belgilaydigan bo'lsak, mana shu limit mavjud bo'lsa, bunda birinchi qator ning yig'indisi deb aytiladi mana shu S ga va bu qator yaqinlashuvchi qator deyiladi. Albatta S bu yerda nima? Chekli son bo'lishi kerak. Demak, limit mavjudligi sharti eslasalaring, chap va o'ng limitlari teng bo'lishi kerak va nima bo'lishi kerak edi? O'sha qiymat chekli son bo'lishi kerak edi. Demak, bu yerda o'sha chegaralanganligi aytilyapti. Agar mana shu yig'indi mavjud bo'lmasa, ya'ni limit mavjud bo'lmasa yoki cheksiz bo'lsa, u holda birinchi qator uzoqlashuvchi qator, ya'ni sonli qator uzoqlashuvchi qator deyiladi. Masalan, quyidagi qatorning yig'indisini topish talab etilyapti. Bu qatorning yig'indisini topish uchun biz ikkitaga ajratganmiz va n-ta hadini ko'rib o'tyapmiz. Bu yerda bu qatorning yig'indisini yoysak, mana shu oxir oqibat quyidagiga ega bo'lamiz. O'rta hadlar qisqarib ketadi va limitga o'tadigan bo'lsak, n cheksizga intilgandagi limiti 1 ga teng bo'ladi. Demak, bu qator yig'indisi chekli son, limit mavjud ekan 1. Demak, bu qatorimiz qanaqa qator ekan? Yaqinlashuvchi qator ekan. Lekin hamma qatorlarni ham yig'indisini hisoblab bo'lavermaydi. Shuning uchun biz qatorlarni yaqinlashish alomati qanaqa bo'lishi haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, mana bu yerda geometrik progressiya ikkinchi misol sifatida keltirilgan. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya yoki umuman geometrik progressiya berilgan bo'lsin, uning yig'indisi quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Q1 dan kichkina bo'lsa, demak bu chekli son bo'ladi. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya bo'lib turib yaqinlashuvchi deyiladi. Agar Q1 dan katta bo'lsa, yig'indi cheksiz bo'lib ketadi, shuning uchun uzoqlashuvchi deyish mumkin. Q1 ga teng bo'lsa, demak mana bu qator ham cheksiz bo'ladi. Bu cheksiz yig'indi noldan farqli sonlar. Ba'zida ishorasi Q-1 bo'lsa, masalan, bir-birini yo'qotib, bu ham aytishingiz mumkin. Chekli bo'ladi-ku, mana yo'qotib 0 bo'ladi-ku. Yo'q, bu agar chekli, ya'ni berilgan chekli son bo'lgan taqdirda ham a'lar ular juft bo'lsa ko'rishimiz mumkin, bir-birini qisqartirib 0 bo'ladi. Agar toq bo'lsa, demak bu a ga teng bo'ladi. Limit n cheksizga intilganda bu qiymat, ya'ni limitimiz nafaqat cheksizdan farqli, balki yagona qiymatni qabul qilish kerak. Juft yoki toqligiga qarab turlicha emas. Shuning uchun bu yerda ham limit mavjud emas, shuning uchun qator uzoqlashuvchi bo'lib qoladi Q-1 ga teng bo'lgan holatda ham. Endi qatorning xossalariga to'xtalib o'tamiz. Demak, mana shu berilgan qator yaqinlashsa, demak yig'indiga ega bo'lsa, demak mana bu ma'lum bir songa ko'paytirilgan qator ham, ya'ni S ko'paytirilgan S ham, demak uning yig'indisi S ko'paytirilgan S bo'ladi. Bu yerda S o'zgarmas son. Ya'ni yaqinlashuvchi qatorni biror bir chekli songa ko'paytirish natijasida yangi hosil qilingan qator ham nima bo'lar ekan? Chekli qator bo'lar ekan.
Navbatdagi teoremamiz demak ikkita qator berilgan bo'lsin. Bu qatorlar yaqinlashsa, ularning yig'indilari ham mos ravishda ayirmalari ham nima bo'lar ekan? Yaqinlashuvchi qator bo'lar ekan. Yaqinlashishning zaruriy shartiga to'xtalib o'tamiz. Yaqinlashishning zaruriy va yetarli shartlari bor. Zaruriy sharti quyidagicha. Demak, mana shu berilgan qator yaqinlashuvchi bo'lsa, uning har qanday qoldig'i ham yaqinlashuvchi bo'ladi va aksincha, qator qoldig'i yaqinlashuvchi bo'lsa, uning o'zi ham yaqinlashuvchi bo'ladi. Qoldig'i deb demak n'inchi haddidan keyingi hadlar tushuniladi. Mana o'shani SK yulduzcha deb belgilaganmiz. SN chekli hadi, enta hadi bo'lsa, SK qoldiq hadi. Shu qoldiq hadi ham chekli son bo'lsa, ya'ni limiti mavjud bo'lsa, demak qator yaqinlashuvchi bo'ladi. Navbatdagi teoremamiz demak qator yaqinlashuvchi qator bo'lsa, demak yig'indisi S bo'lsa, unda K ko'paytirilgan AK ham yaqinlashuvchi bo'ladi. Bu haqida to'xtalib o'tgan edik. Yig'indi va ayirmani ko'rdik. Demak, mana endi yaqinlashishning, ya'ni qator yaqinlashishning zaruriy shartiga to'xtalib o'tamiz. Agar qator yaqinlashuvchi bo'lsa, unda n intilganda cheksizda n'inchi hadi nima bo'lar ekan? 0 ga intilishi kerak ekan. Ya'ni n'ning yetarli katta qiymatlarida cheksiz o'sib borganda ham qator umumiy hadi nima ekan? 0 ga intilishi kerak ekan. Mana shu yaqinlashib qatorlarning yaqinlashishning zaruriy sharti. Ya'ni qator yaqinlashuvchi bo'lsa, mana shu shart bajariladi. Bu shart bajarilishi, lekin yaqinlashishning yetarliligini ta'minlamaydi. Shuni inobatga oling. Mana shu shart bajarilsa, qator yaqinlashishi mumkin degani. Ya'ni yaqinlashadi deb qat'iy ayta olmaymiz. Teskarisi o'rinli, yaqinlashuvchi bo'lsa, shu limiti 0 ga teng bo'ladi. Endi ta'riflar, quyidagi ta'riflarni kiritamiz. Demak, barcha n natural son uchun mana bu qator, musbat haddiy qator demak berilgan bo'lsa, agar demak mana bu qatorimiz solishtirish, demak ikkita qatorlarni solishtirish haqida to'xtalib o'tyapmiz. Ma'lum bir hadlari, demak mos hadlari har bir bn hadlardan, demak ikkinchi qatordan kichik bo'lsa, har bir had mos ravishda, unda bn ya'ni katta hadli qatorimiz yaqinlashuvchi bo'lsa, unda kichik hadli qatorimiz ham yaqinlashuvchi bo'ladi. Tushunarli? Va aksincha, kichik hadli qatorimiz uzoqlashuvchi bo'lsa, katta hadli qator ham uzoqlashuvchiligi bundan kelib chiqadi. Xo'p, bu yerda teorema shu haqda. Endi yaqinlashishning yetarli shartlariga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni D'Alembert alomati, Koshi alomati, integral alomatlar. D'Alembert alomati quyidagicha. Demak, musbat haddiy qator berilgan bo'lib, n cheksiga intilganda n plus 1 taqsim n mana shu nisbat b ma'lum bir songa, chekli limitga ega bo'lsa va bu son 1 dan kichik bo'lsa, ya'ni bu limit n intilganda cheksidagi mana shu nisbat 1 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, demak bu qator nima deyilar ekan? Berilgan qator yaqinlashuvchi qator deyilar ekan. Agar bu son 1 dan katta bo'lsa, qator uzoqlashuvchi bo'lar ekan. Xususiy holda 1 ga teng bo'lib qolsa, demak biz boshqa alomatlar bilan bu qatorni yaqinlashishga, tekshirishga majbur bo'lar ekanmiz. Misol, mana bu qator berilgan, n'inchi qator mana bu ko'rinishda bo'ladi. n plus 1-chi qator, demak haddini n ga bo'lib turib limit hisoblanyapti. Bu yerda mana bu 1 taqsim 2 bo'ldi. 1 taqsim 2 1 dan kichik, demak berilgan qator yaqinlashuvchi qator ekan. Keyingi qator tekshirilyapti. Limit 1 ga teng, 1 dan kichik emas. Shu uchun bu qatorni boshqa alomat bilan tekshirishga to'g'ri keladi. Yuqorida aytganimizdek, u garmonik qator aslida uzoqlashuvchi qator bo'ladi. Navbatdagi qator tekshirilyapti. Xuddi shunday n plus D'Alembert alomatiga ko'ra n plus 1 taqsim n tekshirilyapti. 3 1 dan katta, demak bu qator uzoqlashuvchi qator ekan. Navbatdagi qator ham tekshirilyapti. Buning limiti ham 1 ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak, bevosita boshqa demak xossalardan, ya'ni boshqa alomatlardan foydalanishimiz kerak. Navbatdagi alomatimiz Koshi alomati. Koshi alomati odatda bizda qatorimiz ma'lum bir n'inchi tartibli darajani ham o'z ichiga olganda ishlatiladi. Demak, Koshi alomati quyidagicha. Agar n
musbat hadli qatorimizda mana bu limit quvga teng bo'lib, quyimiz birdan kichkina bo'lsa, demak qatorimiz yaqinlashuvchi, birdan katta bo'lsa uzoqlashuvchi, birga teng bo'lsa boshqa alomatdan tekshirishimizga to'g'ri kelar ekan. Mana misol berilyapti. Ayn hadi quyidagicha. N'inchi tartibli limit demak ildiz hisoblanyapti. Limit n intilganda cheksizda bu 0 chiqyapti, birdan kichkina, demak qator yaqinlashuvchi. Keyingi qator tekshiryapmiz. N'inchi ildiz ostida olyapmiz. Ya'ni ayn o'zi berilgan. Demak bu 4 birdan katta, demak qator uzoqlashuvchi ekanligi kelib chiqadi. Navbatdagi alomatimiz bu qo'shining integral alomati, yo'q qisqacha integral alomati deb yuritiladi. Bu odatda ikkita yuqoridagi holatda ko'rdik. Ba'zida alomatlar D'Alembert yoki qo'shi alomati bilan tekshirayotganda limitimiz 1 bo'lib qolganda aynan qo'shining integral alomati bizga qo'l keladi. Alomat quyidagicha. Demak, mana bu o'suvchi musbat hadli qator berilgan bo'lsin. Unda mana bu integral, demak fx integralimiz yoki fn yoki ayn bilan qo'yishimiz mumkin. Dayin integralimiz, qosmas integralimiz yaqinlashsa degani chekli songa teng bo'lsa, chekli son 1 bo'lish shart emas. Birdan katta, birdan kichik, birga teng qiziq emas. Faqat chekli son bo'lsa, cheksizdan farqli bo'lsa, unda birinchi qator ham demak yaqinlashadi deymiz. Agar bu qosmas integralimiz o'z navbatida uzoqlashsa, ya'ni chekli songa teng bo'lmasa, ya'ni cheksiz chiqsa, unda birinchi qator ham, demak berilgan qator ham uzoqlashuvchi bo'ladi. Misol 1/2n + 5. Agar D'Alembert bilan tekshirsak yoki qo'shi bilan tekshirsak, bu yerda 1 chiqib qoladi limitimiz. Shuning uchun integral alomati bilan tekshirib o'tamiz. Mana integral alomatiga ko'ra qosmas integrallanyapti, ln chiqyapti. Buni n intilganda cheksizda bu cheksiz bo'lib qolyapti. Demak bu qator uzoqlashuvchi ekan, chekli songa teng bo'lmadi. Navbatdagi tushunchamiz bu ishorasiz almashinuvchi qatorlar va Leibniz teoremasi. Ishorasiz almashinuvchi qatorlar demak mana bu ishorasi plus minus hadlardan iborat bo'lgan qator tushuriladi. Bu yerda un demak o'zi musbat hadli, lekin ishorasi oldagi ishoralari demak takrorlanadi, almashinib keladi. Demak ikkita shart bajarilsa, birinchisi bu monoton kamayuvchi bo'lsa, ya'ni har bir keyingi hadi monoton kamayib borsa va yaqinlashishning zaruriy sharti bajarilsa, n'inchi intilganda, demak n cheksiga intilganda un 0 ga teng bo'lsa, demak unda qator yaqinlashuvchi bo'ladi. Ishorasi almashinuvchi qator yaqinlashuvchi bo'ladi va yig'indisi musbat bo'lib u birdan kichkina bo'ladi. Agar modullardan tuzilgan qator, demak mana bu absolyut birinchi qator hadlarning absolyut qiymatlaridan tuzilgan mana shu qator yaqinlashuvchi bo'lsa, unda birinchi qator absolyut yaqinlashuvchi deyiladi. Agar ikkinchi qator, ya'ni modullardan tuzilgan musbat hadli qator uzoqlashuvchi bo'lsa, unda birinchi qator shartli yaqinlashuvchi qator deyiladi. Mana bu qator berilgan, ishorasi almashinuvchi qator monotonlik demak bajarilyapti. Leibniz teoremasiga ko'ra monoton kamayuvchi. N'inchi demak n'inchi hadi limiti n cheksiga intilganda 0 bo'lyapti, zaruriy shart bajarilyapti. Demak berilgan qator yaqinlashuvchi. Lekin bu qator zaruriy demak shartli yaqinlashuvchimi yoki absolyut yaqinlashuvchimi tekshirish uchun demak musbat hadli qator modullardan tuzilgan holda tuzilgan musbat hadli qatorni o'rganamiz. Bu integral alomatidan foydalanganmiz. Demak bu 1/2 ga teng bo'lgan chekli son, demak qator musbat hadlardan tuzilgan qator yaqinlashuvchi, shuning uchun ishorasi almashinuvchi qator absolyut yaqinlashuvchi bo'ladi. Navbatdagi misolda ham monotonlik bajarilgan, zaruriy shart bajarilgan, Leibnizning ikkita sharti bajarilyapti. Endi qatorning o'zini tekshirib ko'ramiz. Limit tekshirganimizda n cheksiga intilganda demak D'Alembert yoki qo'shi alomatidan yoki integral alomatdan foydalansangiz bu cheksiz bo'lganligini ko'rishingiz mumkin. Demak bu shartli yaqinlashuvchi, qatorning o'zi shartli yaqinlashuvchi ekanligini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, shu misollarda ham demak absolyut yoki shartli yaqinlashuvchi ekanliklarini ko'rishlaring mumkin. Mustaqil ish uchun misollar keltirilgan. Qatorlari absolyut yoki shartli yaqinlashishga tekshirishingiz kerak. Foydalangan adabiyotlar ro'yxatini ko'rishingiz mumkin. Demak darsimiz shu yerda yakun topdi. Murojaat uchun telefonlar
E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.